Benim ismim Adam. Yetler padişahlığının şahzadesi. Bu yerde Sırlık Galiskar kalesi var. Bu yolvas benim en yaxşı dostum. Mende sırlık güç kuvvet var. Lazım bolganda şemşirimni çıkırıp katlıkta olayım. Bu çağda yolvaz, eriş yolusu aydınıdır. Ben Hiymenge, alemdeki en kudretli ademge aydınıdır. Benim özgür sırımni dostum Şadutleri son sırız. Yasama o, benimki. Ve o üç kişini bilir. Biz birlikte rezillik menbiyi İlantar Kalesi'ni kayıt olmasına bile köreş kılınız. Yaxshi bo'ldi Oko. Haqiqatan yaxshi bo'ldi. Mening sen hil ilgirlabsan Oko. Senin seviyen burunqinimdan ko'p eshitdim. Men bundan baxtxusham. Oho, sen hozir o'z yonini qilili tutib oladigan bo'psan. Bu haqiqiy o'zgarish. Men dedim, o'zgarish? Men burunqi o'xshashlar. Sen azalda bundan maqtab bakmagan. Hech qaysimiz o'zgarmadik. Havo o'zgardi. Men yaqinlaydigan o ko'z qarashni unutib qoldim, pistek. Odam degan o'zgaradi. Men shahzodani xatolashni deyishdan o'ng'aysizman. Lekin odam ilm yaxshi xatoligini ig'ir emas. İnsanın mahiyetinden elip aytganda, yaxshi odamlar hamon yaxshi bo'ldi, eski odamlar hamon eski bo'ldi. Sen xatolashding, mutlaq xatolashding, Shibiling. Yo'q, hozir o'zgartirishga ulgurmiz. Men qilib to'ydim Gogin. Sen diyoruz arıldaki barliq güzel narsalarni yo'qot deb buyruq qilyapsa, bu kishilarning nazaridan tushib qolgan ish men endi hargiz qilmayman. Sen nima deyapsan? Mening deginim bo'yicha qil. Bu oralda men buyruq tushiraman. Yo'q, endi apsin o'qib kelkun keltirmayman. Hargizni qopolmoqlik bo'lmayman. Men asli bir yaxshi ayol sehrga etdim. Lekin mening ahmoqligimdan sen meni eski bir odam qilib qo'yding. Sen yana bir yaxshi sehrgar, ham yaxshi, ham eski. O'ylab baq, men sana yordam qilib Dandishahni og'dirdim. Sen uning bilan bir zindonga solinsan. Lekin men sendan qo'rqmayman, Gogin. Ko'rib baqayli haqqini. Sen sehrini düşman işle. Sen düşman. Senin cinayi hükümranlığını emdi kögüm yok. Muhafazetçi. Onu Dandishah bilen bir zindan solanla. Eğer hile kışakka işin ağırsa, onunla bir zindanda tut. Nima? Onun Gogin özünün cinayi şiirgimi solap koyduken de. Dost emas. Dandishah, senin düşman emasligini emdi bildim. Biraz kechikding Shibiling. Hozir ikkimizni Goginning tutqini. Balkim kechikmagandimiz. Mening sehrim bizni zindondan qutuldirib qola oladi. Lekin men nega borman? Kimmi bizga yordam bera oladi? Agar sen rostli jinoyatingni yuvib yaxshi odam bo'ladigan bo'lsang Shibiling, Dandishah va Hiyman bizni qutuldiradi. To'g'ri, men itmirg'i berishim kerak. Men cho'qim burunqi jinoyatimni yuyayotganligimni ularga isbotlab berishim kerak. Bu mushkul. Seni kechirishga tegishli joylar bakir. Men bununla tirishimay. Men seni erkinlik erishtirishni orzu qilaman. Men buni burulib kutgandim. Men yana biroz saqlab turay. Ular balki sana ishinib qolar. Endi mang'in. Tez bo'l. Men yana kelaman. Shoh, sening shohlik taxtingda o'ltirganingni ko'rishni orzu qilaman. Qaranglar, men odam o'zgarmaydi degandim-ku. U yana kechikdi. Kechiringlar, uxlab qoptiman. Bugun ayol sehrgar Shibilingdan bir xabar oldim. Shibiling uni qilmoqchi ekan. Goginni mag'lub qilishga yordam qilishni iltimos qilib ketdi. U jinoyat qilmishni yuvib yaxshi odam bo'lmoqchi ekan. O'zgaribdimi? Shibiling burun etnirdagi eng qabih ablaqdi. Lekin u hozir yordam talab qilgan ekan, qandoq murad qilgani bo'lsin. Oson ish ku. Yaxshisi bo'ldi. U bir eski narsa. Men anlagan. U bir qushni uzun tutib belajam o'ylantirib etgan. Qaliskordagi shartlarni ular asli keltirgan. Oko,
Biz har qanday kishining yerdan talab qilishni rad qilmaymiz. Men uni taklif qilib qo'ydim. Uni oliy mehmon qatorida kutib olaydi. Uning menga bergan ta'siri yaxshi emas. Əzilmə əpstek. Sən belikə oxşaş yaxşı bo'lib ketdin. Bo'libmi putuva belik. Qadrli padişah, sizlarning meni qabul qilganingizga rahmat. Sizlar mendek burunqi dushmaninglarga kengchilik qildinglar, ishondinglar. Bütün alemning tinchlig'i va ittifoqligi bizning maqsadimiz. Buni oldi bilan etniridan boshlaymiz. Sen bir yerda qarshi elinsan. Menimcha uning osonlashishga bo'lmaydi. Tandin shahning xalqi uni hurmatlaydi. Lekin Gogin uning xalqini qul qilib oldi. Men Goginga yordamlashdim. Bu mening xatoligim. Mening xatoligim. Qulluq tuzum to'limi qabi. To'g'ri gap. Men o'zimni o'zgartiraman. Tandin shahti hayot. Lekin u Goginning tutquni. Biz birlikda uni qutqiza olamiz. Biz uni qutqizamiz. Qaraganda biz o'z ishimizni qilmasaqmi bo'g'rak. Bunga xato ishni qilmasligimizni umid qilaman. Xato bo'lsin kerak yo'q. Seni bu yerga taklif qilishim aybiling. Sening qobiliyatingni hech ishga selish to'g'ri bo'lmaydi. Rahmat sana Gogin. Sen to'limi baxtsizkansan. Shibilingning xoinlik qilib dushmanga aylanib ketishini kim o'ylasin? Uning zodi nimalar qilaverganini bir qaraylik. Qanday qilib Shibilingni yanada askarlaqtab ularni shandiralaymiz? Bu to'lamasan, qara. O kichik narsa uning ishonmaydi. Men bir uchar ejderha o'yini bilanla unimimni kuchaytiraman. To'g'ri. Men kichik ejderhalarni yaxshi ko'raman. Shibiling. Oh, men sizlarning sodiq chaqringlar. O iliq ejderhani qafasga solib qo'ydi. Men sizlarga aytib qo'yay, u ejderhaning kelishini biladi. Bu uning qiliqi. Bizning bu yerda qandaqmi ejderha bo'lsin? Men sana aytib qo'yay. Men boya tekshirdim. Xanjamat hayvonotlar bog'chisidan bir ejderha chiqib ketibdi. Agar bugun Shibiling bo'lmagan bo'lsa, nima ishlar bo'lib ketadi-kin? Ha, pistek. Ehtimol sen xato so'zlab qo'ygansan. Yo'q. Men bu ishni yana o'qigan deb qarayman. Şunu atmalıqını oynat verirler. Çok bir şey böyle. Ben muhabbet koşunum qarab kelay. Endi biz so'sisni yo'qlab kelaylik. Men Shibilingni istay. Shibiling bir iqtidorli sehrigar. Men uni dushman emas, do'st deb qarayman. Nima, u do'stmi? O hozir Goginning dushmani. Uning kuchidan foydalansak, Goginni cho'qim mag'lub qila olamiz. Biz uning ishonishimiz kerak. Biz uningga o'zini oqlash fursati berishimiz kerak. Yaxshi yomon ko'rsatadigan aldamchilarni ehtiyot qilishimiz kerak. Biz Shibilingga fursat beraylik. Ben bunda boran çapkının zabını körüp bakmıram. Keldi. Meyrepte oku, bana geldi. Ağaçlar atakıldı. Çıkın oku!
yerga nima ishga keldim? Şibeli kalmış kadar. Dükkan o kalpin girişte vurup yaman kötü. Hiç yok Oko. Yağmurma to'xtadi. Xuddi sehr qilgandek bu qor yomg'irning kelishimi tez, ketishimi tez bo'ldi. Şibeli kılgan. Çokum şu kılgan. Ben sihirgen. Sihirlerini sezip alalayman. Kabe sihirlerini. Lekin senin paketin yok Oko. Bırak bu kelgende bu yapılmat kayışlarını ölmüşsün. Siz mi kırvatsız mı? Oh, menimcha onun sehrda qiladi. Lekin senin bu paketin yok. Paketga ega bo'lishdan ilgari cho'qim barliq kuchimiz bilan teshikni qo'g'dishimiz kerak. Sening his qilganing to'g'ri, Oko. Yuz berayotgan hamma ish sehrning ishi. Biroq mening sehrim emas. Ondan kimden? Oh, bilmayman. Lekin bu sehrlar Diyaris araldan kelyapti deb his qilaman. Sizlar darhol Shibeling bilan Diyaris oralig'i berib, zolim podsho Goginning hukmronligini og'dirib, Dandun shohining o'rnini asliga keltiringlar. Fuqarolarning kutgan kuni kelib, Diyaris aralida bayram bo'ladigan bo'ldi. Senin tedbirin yaman emasken Eyvilin. Şunda biz Şibelingga özümüzni bir tutib qolmasdan Xeymanni mag'lub qilishimiz kerak. Çokum Şibelingni affu so'rashga majbur qilaman. Sizler bilen birlik herhangi bir düşemen kılıvatımen. Diye ben korkmuşluk ya. Manga erişmeyinglar. Bu mening maxfiy sehrimga tutishadigan ishik. Meningcha sening maxfiy sehring maxfiy bo'lmay qoldi. Kerak yo'q. Hozir eng muhimi Dandun shohni qutqizib, Qabih Goginning hukmronligini og'dirib tashlash. Bu yer Dandun bazından tutuşudu. Bu yerde çokum kırtakta. Ben sezdim. Astaq Oko. Teviş çıqamanglar. Gundupaylarning quliga ishitdik. Menimden esra vermenler. Menim kutum yer girmeydi. Bırak hala. Dandun shoh oldimizdilar. Ana, onu sulugan zindan. Bu yerden mürekkepken. Tezdan tayyorlik qil, Oko. O bu yerda ekan, Gundupaymi yo'q ekan. Asma. Shibeling, sening qaytib kelishingni umid qilgandim. Xeymanni boshlab ketsam, men qutulib chiqaman deb o'ylamagandim. Seni qutuldirish uchun Shibeling bizni boshlab keldi. Biz Goginni qo'g'lab chiqarib, Diyaris aralini ozod qilmoqchimiz. Ondan sening shohlik o'rningni asliga keltiramiz. Burunqiga o'xshash. Bu bir kırtak. Ben burulu digettim. Kelganligingni qarshilaymiz Shibeling. Xizmatning yerimni urildi. Yaxshi, bizning planimiz o'xshash. Qaraganda Oko'ning aytgan to'g'ri o'xshaydi. Shibeling bizni aldabdi. Ey, Shibeling, ular nima deyapti? Men sizlarga sodiq, sizlarni oldimadim. Gogin yolg'on aytyapti. O aramızda bölgünçilik sanmoqchi. Sizlarning onunga osonla ishinib ketmaydiganliginglarni bilaman. Men burunqi xatoligimni tuzatishni o'ylayman. Gogin, men seni og'dirib, haqiqiy podshoni asliga keltirgil keldim. Hey, meni tahdid chiramsan, yaxshi. Biroq men do'stlarim bilan zindonda o'tib ketishingdan ansirayman. Chunki men yana seninki yordamingga muhtoj emas. To'g'rimi, Eyvilin? To'g'ri. Shibeling bilan Xeyman ikki inglizcha qilib ko'mishni chaqay qolamdi. Eyvilin. Oh, barliq sehrlar aniq bo'ldi. Men ishonishim kerak Xeyman. Bularning hammasini ular qilgan. Ular seni men ishonmaydigan qilmoqchi. Mening yana fursatning borligini ular o'ylamagan. Sana ishonaman. Ular xatolashdi. Bizni xatoligini tuzatish fursati bermaydi deb o'yladik. Oh, ular yana xatolashdi. Ikki inglizcha sehrlilikdagi ishi, shundaqmi?
Canınla, merhamet. Kaçmayın birader. Ben onu salmı taşlap tutu alaylayım. Yaxşı çare. Handak. Kopağılıp kaldı da. Rahmet Şibe'yi. Hizmetingi tayyamen. Rahmet aka. Hizmetingi tayyamen. Hem de Gogin'i tapaylı. Bu yaktın ben Allah. Tizirek evinin, biraz sihir işler. Ula adını bu yere yitip geledi o. Ula o işki menge ötenmeydi. Menin sehrim ulan tosup alalaydı. Abla lekin sen benim muhabbetçilerimden sırtı kaldırıp koydun. Sen bekle ötkensen. Ben bir yerde tursam muhabbetçinin mimik vergi var. Başkala aldı işikte. Lekin men yenil akışıktım alsam mümkün. Muhabbetçi, muhabbetçi. Hem de ben Gogin'i tutma. Men şundan asan emas. Kısarıp tutmakan bastayın. Soyuluşunun bilişi gerek. Hemen. Tez çık. Seni kandak kısırganlığımını görüp dur. Gogin, neyge kaçmakçısın? Hem de kaçıp tutulanmaysa. Senin sehrin meninki yetmedi Şibi'yle. Niyetingden yan, hocayının Gogin'ine kayt. Hocayınım Gogin emes, sen tehim emes. Ondaqdı meni ayımı dedime. Men burulsının sehrinden korkan eybilim. Lekin endi korkmayma. Çünkü menin keynimde kudretlik adalet var. Ondaqdı biz körüp bakaylı. Şibi'yle, biz endi uğraşmayız. Biz ezelden yaxşı dostlardan edik ko. Unutup kaldın mı? Men quruq qaylanıp ketishga rozi ki, senin bilen dost buluşga rozi emas. Boladır Şibi'lim. Ondaq bolsa ixtiyar özəngdə. Sizlerinin işiginglar puxta emasga. Ay benim tezrak sihir işler. Hareketni başlayman, lekin sen üçün emas. Biz yaxşılıq sözləsək olamdı. Gogin cinayetiga layık neticege erişti. Diyarıs arılı hem de şartlık yeş töküdü. Kıymet ve sizlerge rahmet. Bolup mu sana Şibi'yle? Senin burunqı kıqaldırını əp oqilimi? Senin biz bilen birlikte kelgüsünü kütüverişini karışadımı? Yeni dostlarımdan yardım bulmagan bolsa, her qancha qilsam g'alabaga erishadigan bo'lardim. Oku, seni yeni dostlarımdan bir deb hesaplasam qo'shilamsa. Qo'shilma. Ko'rdingmi Oko? Dunyodagi barliq kishilar o'zgaradi. Biz davamlıqken uzaq bo'lib, ular xatoligini tuzadigan fursat berishimiz kerak. Elbette, men doim aytgandek, odam o'zgardi. To'g'ri aytding. Ba'zilar meni ishlatgan sehrimni ko'rmoqchi edi bu. Meningcha sen o'zingni g'oyib qiladigan sehrni ko'rsatib baq.
Ba'zida mening iqtidorimga qiziqadigan odam yo'qdek his qilaman. Keyin ko'rishaylik, og'ayni. Keyin ko'rishaylik bizdan. Sizlar bugungi hikoyada ko'rganinglardek odam o'zgaradi. To'g'ri aytding Dila. Shibeling aslida bir intayin eski serigerdi. Biroq uningda o'zini o'zgartib yaxshi odam bo'lish iqtidori bor. Seningda o'zing yoqtirmaydigan ba'zi narsalar bo'ladi. Masalan, nachar illatlar. Aldirab tuz demayman dema. Faqat sen haqiqiy xolisanglar, yomon odatlaringni o'zgarta olasan. O'zgarta olmaydigan irodaga kelish o'zini o'zgartirishning birinchi qadami.